Biz hozir Nestvan'da 29-qavatidamiz. Bu yerda biz Smart House qilamiz. Smart House qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni tomosha qilinglar. Smart House bo'lganda telefondan hamma narsa boshqarsa bo'ladi deb o'ylasha, to'g'ri, boshqarsa bo'ladi, lekin biz hamma narsani mo'ljal qilmaganmiz. Egasini taklifiga binoan biz konteyner, to'pilpol dachisi, konvektor dachisi, pardalarimiz shu. Yana nima qo'shimcha qilmoqchi bo'lsa, uni keyin ham qo'shsa bo'ladi. Undan tashqari nima ishli qildik? Misol uchun mana bu yerda televizor turadigan bo'lsa, televizorga tepadagi kolonkalarimiz ulangan. Kolonkalarimiz qanaqa? U ham aqlliroq. Uni telefoningizga ulab qo'yasiz. Telefoningizga xohlasangiz narsa qo'yasiz, xohlasangiz televizordan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rganingizdek bu yerda sim chiqarilgan. Bu nimaga? Bu plyonsiga chiroq qo'yiladi. Bu grayler bo'ladi. Bu grayler bo'ladigan chiroqlarimiz hammasi blok bitaniga borgan. Hozir endi biz asosiy joyga keldik. Bu shitimiz bo'ladi. Shitimiz hozir hisob-kitobini qilamiz, qanaqa shit qo'yamiz, nechtalik qo'yamiz, keyin uni qo'ygandan yana bitta sizlar uchun video obzor qilamiz.